ish oshirdi. Ana. Mana qilib, endi sal kengaydi omad ekan bor. Ey, o'yib qoldingizmi? Xullas, 3 ta lampochka yoqib qo'ydim. Juda ko'p maslahatlar bo'ldi. Maslahat uchun rahmat hammaga. Ana u pushkacha quritib olish mumkin ekan. Suvni mana bu idishlarga quyib qo'ydim. Bunaqadan 4 ta qo'yib qo'ydim. 1 sutka, 1,5 sutka vitamindan keyin albatta 8-9 soat oddiy suv berish kerak ekan. Bugungi holatga xudo xolasa mana shunaqa. Mana shunaqa jon saqlayapmiz. Hozir nima qilib samarali bekitib qo'ysa, chekalarini 100% tayyor bo'lgandan keyin olib kelish kerak ekan birovlarda. Biz ham shoshib qolibmiz-da endi yangimizda baribir. Hali erta shpatel, hali bitta shurupovoy, hali bitta yana qop, mana bu penoplastik qopi. Xullas, hech qanaqa shoshib qo'yarlar ekan. Keyingi safarga nasib bo'lsa, pechkalarni qo'yib, hamma yo'lni podgotovka qilib qo'yamiz. Mana ko'rayman, qarang. Bularni ko'rib men o'laydimi? Voy, bir kun ham yashamadi ya deb. Qorni to'ygandan keyin akam mana shunaqa yotib berar ekan, xullas, narahat. Jig'ildonni qarang. Ha, to'yinglar. To'yib yuringlar. Yem bemalol bolalar. Tortinish yo'q. Shu bo'kkilaringcha yeyinglar. Suvimizni litr olib kelib qo'yganmiz grantdan. O'rta Osiyoda yagonalardan bo'lgan gektar maydonga tushgan zavodda Abduridamiz. Любой insonni xonadoniga bajarmasga kerak bo'ladigan jihozlar mana shu zavodda tug'iladi. Gigantskiy zavodda ishlab chiqayotgan mahsulotlarni qisman tushuntirib beraman. Haqiqatan ham oilaga, xo'jalikka, fermerchilikka rosa ham foydasi tegadigan mahsulotlar chiqyapti. Qish yaqin eng zarurdan boshlaymiz. Aqlli kotyor. Ko'mirni tashlab qo'yasiz, 5-7 kun sizda voqea bezovta qilmaydi. Oxirgi payt katta chorvadorlarga eng zarur bo'layotgan mishalkani kichigidan tortib kattalarigacha. Bundan ham gigantskiysi 5 kubaligini videosini qo'yib o'tamiz. Bitta ko'ring, haqiqatan ham O'zbekistonda birinchi marta yasalyapti. Kichkinaginadan tortib kattagacha granula donlar tashlaysiz, sizga granula qilib beradi. Makkani maydalaydigani xo'jalikka va fermerchilikka eng zarurlardan biri samasval, aravacha. Chorvadorlarga rostakam qozoni, obyomi xohlagan turingizda qilib berishadi. Ya'ni ham zaruri rostakam original dokumentlar bilan drabilka. Buni bitta ishlashini ko'ring, o'zingiz baho berib qo'yasiz. Ancha-munchasidan ancha farqliroq. Dokumentlarigacha beriladi aka. Poholda ancha-muncha drabilkalar maydalanadi. Lekin bu aka yasagan drabilka poholda ham maydalab bor ekan. Bitta ko'ramiz. Bu zavodda ishlab chiqayotgan barcha mahsulotlarga servis xizmatlari bor. Butun haqiqatan ham O'zbekistonga dostavkalari bor. Qo'shni davlatlarda filiallari bor. Aka, nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol telefon qiling. Barchasini ko'rsatishga tabiiyki vaqtimiz yetmadi. Bemalol telefon qilib, sizni ko'ngilingizga mos narsani akalar yasab beriladi. Bemalol keling, ko'ring, sifatli mahsulotlar, haqiqiy javob beradigan mahsulotlar mana shu yerda ishlab chiqyapti. Hamma chegirma deb vahima qilayotgan bir paytda Ayub bozorda yangi assortimentlar taxlab oldi. Bitta obzor. Obzorimizda maktab o'quvchilari uchun 1-sinfdan 9-sinfgacha shunaqa keng assortimentda so'mkalar, ko'ylaklar, shimlar, любой ditga mos oyoq kiyimlar. Albatta qabristonskiy ukalarim uchun ham xuddi shunaqa go'zalliklarni yangilarini olib kelib bo'lgan. Chiroyli, bitta obzordan qilib beraman. Ayub bozorda faqat shkolniy forma arzonchi narsalar emas, 400 ming so'mdan 600 ming so'mgacha xuddi shunaqa dvoykalarimiz ham bor. Albatta sportdagi aka-ukalarimizga unutganimiz yo'q. O'ta go'zal holati, yangi model krossovka, sportivka, so'mkalar boshlanishiga 20-30 xil sportivniy formalarni ham olib kelib qo'yganmiz. To'y marosimi va uchrashuvlar uchun ham xuddi shunaqa go'zal holatda tufli, klassika, poluklassika, poyabzallar siz o'ylagandan ko'ra assortimenti ancha ko'proq. Yil sotuvchisiga aylandi-yu, Egizon mukofot ham berdi-yu. O'zimni klassika formamni ko'ring, xohlasangiz bundan, xohlasangiz bundan. Qabristonskiydan boshqa narsani kiymayman deganlar uchun ham xuddi shunaqa skromniy luklarni tayyorlab qo'yganmiz. Yo'q, menga o'shin boshqachasi kerak bo'ladigan desangiz, bundan bor. Xohlagan model turingizdan bor. Kelasiz Ayub bozorga, ko'nglingizga yoqqan, qalbingizga yoqqan, xohlagan modellaringizdan bolalar taxlab berishadi. Chiroyli qilib sizga lokatsiyani tushuntirib beraman. Do'konimizning lokatsiyasi Manzil Sharxon, Orientir Shukrona klinika yonida, Andijon Sharxon yo'nalishi. Do'konimiz kechki soat 12 gacha ishlaydi. Bemalol ishlaringizni qilib olib, kelaverasizlar. Barchalaringizni do'konimizda kutamiz.